Gelin bo'lib tushgan uyimni gullatib yashataman debmas, molxona musorxona tamandek kiyamman. Niyatlarim shunday jiddiy bo'lgandan ne uyni tozalayman, ne ko'chani tozalayman, hech yerlari qaramayman. Posudalarim o'zimni o'zi moyga qo'yganim, moygam yuvib berib joylarini siyirib tikib qo'yadi. Uylarimni changlari esa o'zlarini o'zlari qochib ketadilar. Hamma ishdan kelinchasini yerda yotgan musorlarim sekin o'zlari yo'qolib ketadilar. To'ba. Uylarimni oyda, yilda, boray 100 yilda bir siyirmaganimdan qo'ng'ishlarim kelib tur, men o'zim siyirib berib qo'ya qo'ying, sen uyingdagila ishdan kelincha deb top-toza etib changlarimni olib berib ketadilar. Ovqat, choy, non pishirishlar odatda tursa, faqat Telegram bilan Instagramdan kellanmamni turishdan boshqasiga yaramayman. Har kuni esa qozonima xamir ovqatlar o'zini o'zi tushib turaveradilar tayyor. Sizlarga yana bir gapni aytaman, hech kim aytib qo'ymang, men ham qo'ng'ishlar ko'rganlar, bilganlar, chiqqanlar aytib qo'ymanglar. Erim bilan dinchqina tug'una yashaman deb kelmaganman. Urushib dunjugim deb opamgina 2 kunni bir qatnayman deb kelman. Eng qiziqi esa opam bilan akam kechasi bilan uxlamay meni urushim arifmetik jadvallarini tuzib chiqadilar. Ya'ni dinchqina tug'una yashamasin, kezimiz ko'rish oilada urushib yursin, qaynonasini odam o'rnida ko'rmasin, qaynotasini odam o'rnida ko'rmasin, xizmatlarini aytmasin deb telefon urib kellamni demay bizaveradilar. Men esa shulan gap bilan kirib uylarimdan taxlanma, firma, yumma, qo'ng'ishlarni aytaman, o'zlariga tasallat berib ketadilar. Yo bo'lmasa shivobra bilan pullatdan o'zi chiqadidan changni oladi, musorlarni oladi.